köküre, köküre. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarindoshlar, ekranimga xush keldinglar. Bugun bo'lsa Shuhrat O'shur apandimni ekranimga taklif qildim. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, va alaykum assalom. Ko'pchilik jamoat, do'stlar, birodarlar. Undaqda men savollarga o'dil o'tay nayti sizning suhbatlaringizga qarindoshlarimiz qiziqyapti. Birinchi savolim bo'lsa, shu Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi taqildi deydi. Lekin bu taqilishdan avval albatta sizning bir boshlanish tarixingiz bo'ldi. Bu radioga zodi qanday kirib qoldingiz? Hammamiz shuni anglab olganmiz va shu tarixni bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bu anda gap, buningki javobi bizni yurtga kirib vatanga. Vatandagi chaqda Qo'rg'os radio televiziya idorasi ishlagan. Shu ishlayotgan vaqtimizda shu 91 bu deymiz. 91 mi? Turkiyada chiqqan bir gazet, Turkiston, Sharq Turkiston gazeti va Sharqi yoshlar gazetining bir nusxasi ularga tegib qoldi. Uni sherdiki bolalar akilib ko'rsatdi, qarsak buningda Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarib namoyish qilayotgan bir ko'rinish bor. Uyg'urning do'ppisini bir Uyg'ur faoliyatchi bola yani bir Türkiye do'ppisiga nemisiga taqdim qilayotgan bir so'rin bor, ko'k bayroq bor. Bu shu yerda shu gazetga shu xabar menga pek ta'sir qildi. Ya'ni chunki bu ko'k bayroq haqida tunji ko'rgan xabarim bo'ldi shu. Shuni o'ylab darhol menda qonunda bo'ldi shu kun bir beyoramchilik paydo bo'ldi. İçimde tildash bor, chunki shu namoyishga chiqqan bolalar shu do'ppini kaydirayotgan, do'ppini ko'tarib shu faoliyat so'rini qilayotgan bolalar biz demakli bolalar shu vaqtimizda. Men uxlayolmadim-da kecha bu bir beyoramchilik bor. At o'yladim bu nima uchun bunday deb. Keyin chet elga chiqqandan keyin shu beyoramchilikni his qilmoqning sababini his qildim. Buni kelsa men shu vaqtimizda ayni vaqtda bo'lmasa bizdan aslida shu bir hasad tuyg'usi, havaslar emas, hasad tuyg'usi. Bu nereden kelib chiqsam shu chaqda bizniki do'stlarimiz va atrofimizda tijorat qilib ilgarilab ketgan chegaraning yangi ishilgan vaqti. O'lig'i unda bir havas qo'zg'alib boqmadi. Huquq tutib boshqa qo'yib ketganlar va ularga unda bir beram bo'lib ketmadi do'stlarimizning ichida. Ammo bir do'stimiz Turkiyaga chiqib haqni so'zlaganligi uchun uningda bir beramchilik paydo bo'ldi. Ondan men chatga chiqmani his qildimki, demak bu yerda haqiqatni so'zlash, haq gapni qilishdan iborat. Bu alaylik meni havasimni qo'zg'atdi, meni intildiribdi. Demak, uning keyinda biz shu vatandagi chaqda bir turkum Sudandagi do'stlarimiz, yaqin bo'lgan do'stlarimiz bo'ldi. Biz bir tijoratga aralashdik. Bir Xitoy shirkati bilan tijorat qildik. O tijorat biraz puli saljiqroq bir tijorat. Bundan hatta atkas, saxta atkas mol bir tijorat. Bu Xitoyning ichkiridagi bir shirkati Qo'rg'osga kelib tijorat qilayotgan, shuni bilan bo'lgan tijorat. Shuni tijoratimiz jarayonida bu yerda bir qiyinchilikka duch kelib qoldik. Bu yerda tura olmaydigan bir ahvol bor. Bir chatga chiqish kerak, yoki shu yerga qilib qilish kerak deganda. Shu vaqtning o'zida ondan bu Turkiyadagi bu gazet qayta esimga keldi. Çünkü u yerdan shu Xitoy bilan munosabatimiz uchun shu tijoratni muvaffaqiyat bitirib qilish uchun men chet elga chiqishim kerakda. Shu do'stlar bilan bir narsamiz. Ham chet elga chiqib kelsak, nima ish bor? Biz qildigan ish bormi yo'qmi degan narsa. Bir darhol esimga kelgan shu gazet esimga keldi. Sharq Turkiston gazeti, Sharq Turkiston yoshlar gazeti. Endi biz vatanda bilamiz bu gazet desa cho'qim bir 4-5 qavatli binosi bo'ladi. Cho'qim 20-25 adam ish xizmatchisi bo'ldi deb bilamiz. Çünkü bu yerda xususiy axborot degan narsani biz ko'rib boqmagan bo'lgan ekan. Shu Sharq Turkiston gazetining Sharq Turkiston yoshlar gazetining keyinda shunday bir kuch bor deb o'ylayman-da men. Berib shu gazetda ishlayman. Degan havas qalbim kirma. Tabii bular men darhol tonimaydi, bilmaydi. Men u yerda bir yerda qurilishda ishlayman, ig'ir ishni qilaman, qilib o'tib turib, yaxshi maqolani yozib bo'lg'a bergandan keyin, bo'la ta'sirlanib ketib maqolamdan
Vay sen kim o deb so'raydi. Undan men bu gizitxonaga kirma deydigan planga. Hem şu vaqtdan özde men G'o'jada Elderas jurnallarida bir hikoyalarim bilan qilingan Akmuray'ındaki jurnallarda adabiy bir qism o'chirklarim, xabarlarim berilgan. Az to'la ko'z ko'rinayotgan vaqtim o'zimga xil ishimga vaqt. Cho'qim masada men yiziqchilik sohasida ilgarilayman dedim. Shunga endi Turkiyaga chiqsam, shu Sharq Turkiston gazeti va Sharq Turkiston yoshlar gazeti va shu gazetda ishlayman degan e'liqliq kirishimmi 8 qavat, 10 qavatli binoni atrofida mumkinib yurib kirma deydigan xiyol bordi. Shuningda andin e'liqqa qiyin ahvol bilan to'g'ri kelib to'xta yana bir fursat bo'ldi. Bo'pti, ma'lummi ham qutuldi ekanmiz, ham ishni muqam bo'ldi ekanman degan o'y bilan anda shu chet elga chiqishga qaror qildim. Aslida biz 4 og'inimiz birga yo'lga chiqmoqchidik. Naq yo'lga chiqadigan chog'da chet eldagi Uyg'urlarning ahvolining nacharligi, burun chiqqan odamning yomon jafo tatib ketganligi, hatto $1 million pul ödenen ballanımı Türkiye'de turamay, Germaniye ketkenlik hakkında hepsi uçur geldi. Hepsi bizden yakın ağınlarımız, öpçördük ağınlarımız. Yaman maksatına meselelik vaziyetini düşünüp bizim tostandığına bunçala kurban bir öğretmenle ya da çıkıp kalsam kuşmağa kosladı. Anda tövtümüz toktap durup men çıkay. Dep birisimiz çıkıp bilip bakıdanğa. Anda ben Pakistan'a çıktım. Pakistan'dan onun için bir yıldan keyin Türkiye'ye geldim. Bu pek uzun jarayon. Türkiye'ye gelsem melik men arzu qilib ishlayman degan bu Sharq Turkiston gazeti. O Sharq Turkiston yoshlar gazeti taqilib qopti. Sharq Turkiston gazetini 2 odam chiqardi ekan. Uni oyda bir ya 2 oyda bir boshqalarning yardım bilan chiqardi ekan. Rahmatlik Arslan olib ekan. O gazetni aqsti bor ekan. Hozir Gollandiyada Shahilul akimiz var. İkisi bilan chiqarayotgan gazetga shu gazetni ko'tarib yugunni ko'rdim. Onun için ya da ne bakayım Şark Türkistan jurnalı varken şahsı vaktinden çıkarıvatkan rahmetli Abdülkerim Bakı hakimiz çıkarıvatkan. O 3 ayda bir 4 ayda bir çıkardıgan jurnal ki. Onda günde çıkardıgan onda jurnal, onda akbarat yok ki. Yani ben vatanda jurnallı ve gizli ve vakit var ama hakkını gap kıldan fırsat yok. Chet elde Türkiye'ye çıksak hakkını gap kıldan fırsat varken ama akbarat yok. Şunda ahvalda şunu ola aslı meni tatip açıkkan şu akbarattı. Sharq Turkiston gazeti, Sharq Turkiston yoshlar gazetiki şu bayrak, şu şuvarlar, şu hareketler. Hem de çıkkandan keyin hem de qaytib ketishga bu kelgan chog'dagi bu qiyin ahvollarni shu vaqt sharoitni mayli hamma jihatiga o'ylasak biz kutgan emas. Kendimiz yenib ketirgan darajada bir umidsiz ahvollar. Ama bizni yo'lga solgan nurg'un do'stlarimiz bor. Xatarga o'zini atqanlar bor. Shuning bilan bir yerda agar kendimiz chekinsak, bolalarning oldida deyishga va'dalarimiz qilishgan suhbatlarimiz bor. Uni xilab kelib qoldik. Shuning bilan bo'ldirib kendimizga chekinish yo'limiz bo'lmaganligi uchun bo'lmagani yaxshi o'tdi ekan. Shuning bilan qolib qoldik. Garchi shu men maqsadimga yetaman deydigan, o gizli ishlayman deydigan amalga oshmagan bo'lsa qoldik. Onu ki Türkiye'de bir mektepte gördük, bir toşup öttü. Onun kendinden cık jariyonlardan Amerika'ya geldik. Amerika'ya gelgen çağdığımızda bu Erkin Asya Radyosu'nun içilişi. İçilip 2 yıl vakti doğru geldi. 1 yıldan keyin var, 2 yıldan keyin. Ben 99 geldim. Onun ki yani benim arzuyum bir yerde içilip kaldı. Bağlı kaldı. İltimas sundum. İltimas sunduğunda kim ama bu radyomu diyendek birli orun çektik, adam var, çektik, saat var. Onun her gün adam kabul kılıyor. Emes bu. O da var ki yani 7 yıl, 8 yıl vakit gitti. Onun için ben başta o işini kaldım, ticaretini kan buldum, başta İngiliz'in ticaretini kan buldum, ona da İngiliz kan buldum. Şu tutsak radyonun yeni bir katımda adam ilçede 2007'de ben radyoya girdim. Ben radyoya girgen çağdım yani ben o ilk vatanga telefon qilma andaq diyet o'yini kirgan emas, undaq planim yo'q. Menda undaq bir adlaylik va deb bilmayman. Men o'zimcha mush fikr bir masalalarni farqli nuqtadan ko'zlayman. Yana bir fikrni o'tirib qo'ya olmayman. Ifodalashim yaxshi, tilim adabiyotim yaxshi degan ishonchli bor. Ammo radio kirgandan keyin o mening o adaylikni hech qaysi ishlamadi yani. Chunki radioda o'zining shaxsiy fikrini bayon qilishga bo'lmaydi ekan. Ədəbiyyat tilinin macit yoxkən takitinin basışını deysə deyil. Şunu odan radyoya kirib, işləb ketken buldum. Yaxşı yeri, mən Arabay deyənləri 10 yıl burun arzu qılğan iş fürsət 2007 yılı gəlgəndə gəldi.
Şuninglar radioga ishga tushdi. Masalan, vatanda shu axborot sohasiga qiziqib qoldingiz shuni ko'rib. Ya'ni u yerdagi o'y xiyol nima edi? Biz hozir ko'ryapmiz xabarlarni. Shu chog'da ajaba biz mishadagi ahvolni tishiga tushundira olsak bir o'zgarishlar olib beriladi debmi? Ashta bir umid va yoki ishonch bormi shu chog'da demakki? Albatta. Bunda deyish to'g'ri kelsa, bir necha misolni deyish to'g'ri keldi. O vaqtda kishilar bo'lib 91-yili Sovet ittifoqi boshlangandan keyin hammasi ishondi. Do'stlarimizdan birisini deb bersa, darhol esim keldi. Bu og'inimiz yaqin og'inimiz. Bir yerda o'tirishib jidal bo'lib qoldi. Bu bizni yaxshi o'qigan ziyoli bola. Yani bir jidal bo'lib qolgan chog'da yangi odamda qaqshab nima degan desa, "Hey, biz mushunda bo'lgan bo'lsak, biz Qozog'istondagi mustaqil bo'lish uchun bizga 10 yil bor" degan. 10 yildan uzun bilganda qaqshab turib biz mushunda o nacharligimizni davomlashtirsak, Qozoq mustaqil bo'lish uchun yana 10 yil bor degan, 10 yil eng uzun deb bilgan. Andimada shu yil qabay degan keçip жүрген jarayonimda Beyjingga borsam, Beyjingda bir o'qituvchi do'stimiz so'zlashdik. Yana bir bola Qashqardan o'qishga keldi. O'qishga kelgandiki, o'qishga kelgan bolaga Beyjingga bilim oshirish kerak. Bilim oshirish kerak. Oningdir qancha yil o'qiysiz? 4 yil o'qiyman, 4 yil o'qiyman. 4 yilgacha jonni ochib nima bor, nima yo'q desa, u darhol dedi. Agar o'zgarish bo'lib ketib qolsa, yumush bo'lsang ular o'qiyman dedi. Darhol nima desa, biz 4 yildan sonra ozod bo'lamiz degan gap bor. Bo'lmasa Lewishson degan gap bor. Yani chet ellik o'quvchilar o'qiymiz degan. Yani shu vaqtdagi bizniki bolalar, atrofimizdagi odamlar shu darajada umid bor. Bunisi 97-yili Hong Kong masalasi hal bo'ldi degan kishilarda o'ta qarash bor. Şuna vaqtning o'zida hamon bu hal bo'ldi deydigan hozirgidan bakrak umid texnik çok. Şu vaqtda bizmi shu qaytib kelamiz. Yerdagi bola chet elga chiqamiz dendi. Nima deymiz? Chet elga mushbatlarning ichki vaziyatni nacharligini ochqimiz. Uningki chet vatandagi xalqning bu davlatni o'zi boshqara oladiganligini, Xitoy bilan birga yashashni xohlamaydiganligini isbotlaymiz. Bizning kurashchan bir millat ekanligimizni ko'rsatmizda shu plan bilan chiqdik. Chiqqandan keyin ahvolimiz hamda biz kutgandek emaskan, ammo kutgandek bo'lmaganlik uchun hech kimni ayblaydigan haqqimiz yo'q. Ishni o'zimiz boshlash kerak ekan. Shuning chet elga chiqib, dastlabda umidsizlanib baqdik, undan burun qaqshab baqdik, oxirida nima uchun qaqshaymiz? Unda unga qaqshayda haqqimiz yo'q. Hamma odam xuddi bizga o'xshash qiyinchiliklar bilan bir kasblar bilan chiqqan. Davomki ishni o'zimizdan boshlashimiz kerak ekan dedik. Chiqqandan keyin shu men nimani qila olaman? O'zimiz qila oladigan ishni eng oxirida chekki qilib yetib, qolganda Allohga topshiramiz. Mushu falsafadan ketib to'g'rishimiz. İnşallah. Endi Erkin Asiya radiosi zodi taqaldimi? Çünkü bazen taqaldi deb anlatımız, taqalmadı deb anlatımız. Amerika hükümeti bilan sotlashyapti, pulni ajratmoqchi chiqib. Siz hozirgacha bir narsa demedingiz, endi mushu ahvolni bizga tushuntirib bera olamsiz? Buning tafsilotini tushuntirib beramayman, chunki buning aralashayotganlar ayrim kanal, ayrim munosabatli o'rinlar, ammo shu talash-tartib bosqichida davom qilyapti. Xeyr. Mushu radio taqalsa ishlayotganlar ishsiz qoldigan bo'ldi. Ular qanday qila deb samimiy yoki qudratquluq bir shaklda radioning muxbirlarining ahvoliga ko'ngil bo'layotganlar bor. Men hamda samimiylik bilan ahvolinglarni ko'ngil bo'laman albatta. Sizning ahvolingiz qanday Shukrat? Oldida umumiy ahvoldan boshlaylik gapni. Albatta kishilarning so'ragan savoli realist bir savol. Bu dunyoda har qanday ulug' ish jonni beqishdan boshlanadi. O'zi beqish, oilasini beqish, uningdan keyin boshqa o'tirish. Shunga bir realist savol. Shunga men bakka yomon niyat kitobni qarab ketmayman. Bu ko'ngil bo'lish masalasi haqdan boshqa do'stlarimizim bo'ldi kelib adash bu radio taqalgan bu xizmat to'xtagandan boshqa bu qanday 20 odamning turmush masalasi emasmi deb ayrim degan gaplar bor. Samimiy gaplar misin? Hamda menimki bu nuqtada biraz xotirjam gap qildig'im nima desa, birinchi biz chet elga chiqqan Uyg'urlar, hijrat qilib Uyg'urlar hammamiz zoti chet elga chiqishning oldida bu xatarligi tavakkul qilib qo'ygan. Bu chet elga chiqish deganning o'zi bak cho'ng bir tavakkulchilik bu. Shunga bu chet elga chiqqan hamma Uyg'urda belgilik bir qiyinchiliklarga, egizpastliklarga ko'ngilda tayyorlik bor. Shunga biz radiodagi Uyg'urlar shu Uyg'urning bir partisi bo'lish sifatimiz bilan uning ko'nglini tayyorlab qo'ydik. Birinchi. İkinci hozir radiodagi odamlar qarsak buni ichida mesela cho'nglar deydi, cho'nglar hammamiz bir
ishdan burun ayrilgan, bir necha qitim ishsiz qolgan, oldimiz bir qitim tijorat kirgan, keynimiz bir qitim ziyon tortgan, ish qilib qo'ygan tariximiz bor. Chunki cho'nglarda tantarash bo'lib ketmaydi. Ham yoshlar kelsak, yoshlar iqtidorli. Barcha cho'ng bo'lgan, ularning bir qancha xil alaylik va til alayliklar, kasb alayliklar, ularniki ish masalasi texmasın. Shunga bu mush vaqtcha undaq bir masala biz uchun, men shu radioda ashunda shu xabarni anglaganda birga hozirgacha xizmatdoshlarimdan bir kayfiyatida cho'ng bir ekspertlikni ko'rdim. Undaq bo'lishidagi yana bir cho'ng sabab bor. Ham Amerika dunyodagi bir tarafdan bir davlat. Bu yerda hozirgacha yomon kunda qolgan bir Uyg'ur yo'q. Bunga Uyg'urlar o'zimiz hayotni bir qizg'in so'yimiz. Hayotni bir qizg'in so'yganligimiz uchun raqobat engimiz kuchli. Raqobat avisimiz var. Bu jihatda alayligimiz bo'lganligi uchun hozirgacha Amerikada yomon kunda qolgan odam bo'lmagandek, Yevropada yo'q. Faqat bo'lsa Turkiyada bor. Turkiyadagi qiyinchilikmi faqat davlatning davlatningki iqtisodiy ahvoldan bo'ladir. Uyg'urlarning shaxsiy bir qobiliyati alaylik sababdan emas. Shunga bizniki bundan keyin bu yerda ma'lum bir yo'lni tepib ketishimiz bak andishinarli emas. Tabii burunqidek ham canına bakıdığan, hem millet için hizmet kıldığan bunda altın fırsat yok. Bu için durduğunu bu. Bu fakat vatandır bu. Vatandır canına bakın olduğun hem vatan millet için hizmet kılan fırsat oldu. Çeteldi bu pek az fırsat bizge nisip olan. Ne kıldık? Yaxşı yere ötkendimi dedim. Armağanımız yok. Çoğunla kolumuzdan kelgenini kılıp aldık. Alaylığımızı köstü aldık. Bir iş kılıp ettik, tevrik ettik demeyiz. Ama kolumuzdan kildiğini ahırda çıkıldık. Kılıdığında fırsat oldu. Yani Xitayning kamchiliklar tatib açıptık, Xitayni söktük, xalqimizni so'zlatib imkonimiz barcha. Yani mesela qistirish to'g'ri kelib qolsa, bir içinde ayırım, yoshlar yeng kelgan. Bu yoshlarniki talanti var, alayliklar var, bularga bir fursat bo'lmay qoldi. Bularning axborotchilikni tiki alaylikdan ko'z ko'rsatgan, millat uchun xizmat qiladigan bir fursat bularning bo'lmay qoldi. Bular bütün hissiyoti bilan qizg'inlik bilan ishlayotgan. Bunun kızgınlığı keskin olan bağlanışı beni tesirlendirip atkan üyede. Aşında bağlanıp hissiyatlı işler atkan adamın ama işten ayrılışı ulağa bizge boğan, çoğunluğa boğan fırsatından ulağa olmazdı. Beni şu sel içindirdi. Abla, muşlağım şu fırsat olan basadı. Ama ulağa turmuşunu çokum yakşı elkip gitti. Bu Amerika'da abaydı gerek. Hayır. Şu radyo takaldı. Takalsın yim boptu. Zaten bu Xitayning organi de deb xuddi CGTN taqalgandek xo'sh bo'lganlarni ko'rdik. Xitoyning ta'limoti bo'yicha ish qiladi degandek inkaslarni ko'rdik. Buning siz nima deysiz? Endi bir jamiyat bo'lganda ekan, bir jamiyatda o'ng ta'tir odamlar bo'ladi, o'xshamagan odamlar. O'xsha normal bir odamlar o'ng ta'tir vaqtlari bo'ladi. Hammamiz mustamlika ostida yashab, zarbaga uchragan bir millat. Onda bo'lganda ekan bu zarbaga uchragan millatning a'zolarining ichida gumonxo'rlik, andisha, biraz normal millatlar qaraganda normal jamiyat qaraganda jiqroq bo'ladi. Ama shunda davatga odamning ishqasini vatan millat nimadan o'ylamaydigan odamlar, hatto ziyoda o'ylaydigan odam. Faqat ko'rgan tajribalari sap salbiy tajribalar bo'lib ketganligi uchun, beshida jiq zarba yeb ketganligi uchun mush gaplarni qilib o'tirib gumon bilan qarab o'tadi. Amaliyotda Açıkçası gumon qildigan hech qanday shu. Faqat imkonlar doirasida yo'l qo'yilgan doirada ish qilyapti, ish qilyapti. Savol qo'yilgan masala. Yana shu inkaslarga qarasak, masalan, eng qattiqi shu Sharqi Turkiston ism masalasi. Shu Uyg'ur rayoni yoki Uyg'ur eli deb ishlatishinglarga umumiy xalq norozi. Balki sizmi diqqat qildingiz? Qaysi kuni shu radioning Facebook betiga bergan bayonotida Sharqi Turkiston ananikin tirnoq ichida Şinjan deb ishlatibdi. Mushu vatanimizning ismini nimishqa Sharqi Turkiston deb olmaysizlar? Tibetmi faqat Tibet deydi va yoki Tibet rayoni va yoki G'arbiy rayon deb olmaydi. Shunga javob bersangiz. Shu men 2007 kirdim radioga. Kirgan chaqda shu ism qo'llanildi. Uyg'ur edi, Uyg'ur rayonida. Hamda men u albatta ko'pchilikning bu sezgirligini bilaman. Uningki bodong uchun emgak singdirgan odamlar bor. Buni maxsus aniqlab baxmadim. Bu qanday bo'ldi qanday. Ammo taxmin qila olaman, farzimni bildira olaman ko'rgan ahvolda.
Menimcha bu yani nimaga bordi desa, asosan bizning amalsizligimizga, chorsizligimizga bordi. Albatta madrimga men chet elga chiqsak, gazetlarimizdan ahvoli manda ekan deb. Va yana bir narsada shu chaqda kelgan chaqda Sharq Turkiston vaqtida ko'rdik bizniki eng bilsak shuni tomlarga Şinjan degan nomdagi xabarlarni gazetdan kesib tam chaplab qo'ydi ekan. Ma gazetda Şinjan degan xabar chiqdi. Nima desa, bizning gapimiz bo'ldi dedi. O Şinjan deganligi, Uyg'ur deganligi, Sharq Turkiston degan talab qo'yish yo'q bu chaqda. Şinjan dedi, nima bo'lsa bizni tilga oldi dedi. Aşağı bu tam chaplab qo'yish emas, biz tilga olindi. Ya'ni 90 bu men 95 chiqqan bo'lsam, 95 dan oxiri chiqdim. 96 gap bu. Aslida tamga o chaplab qo'yilmaslik shuni qo'yibdi Sharq Turkiston. Andan shu vaqtda anda men Aysa Apandimning kitobini o'qidim shartki asr Turkiston uchun degan bir gapi bor. Rost gapni qilsam, bu davoni dunyoga emas Turkiyaga anlatib bo'larmidim dedi. Shu ahvolni ko'rdik. Turkiyada bizni millatchi, vatanparvar biraz dindar qatlamlar bilgan ko'pincha bilmaydi ekan. Hatta ba'zilar go'mbul qaraydi ekan. Asosan bilinmagan ekanmiz. Biz 97-yili G'ulji voqeasidan keyin shaxsan men 97-yili G'ulji voqeasidan keyin bilingan to'nishga boshladik deb qarayman. Buning oldida biz asosan unutilib ketgan bir millat ekanmiz. Gerçi 49, 44, 45 inqiloblar sabab bilan ancha-muncha xalqaroliga axborotlar chiqqan bo'lsaqmi, uningdagi qozonning ustini yeb ketganligi aytgan Xitoy bizni hech kim bilmakka bilmaydi. Shunga Turkiyaga chiqqan vaqtimizda tashkilotimiz shu bir Şinjan degan gapni peshonasiga tomga chaplab qo'shdi. Uningdan keyin biz Amerikaga keldik, Amerikaga ketib radio kelib ishlagandan keyin bir qism bizning xabarlarimiz berilgan xabarni bergan bo'ldik. Falonchi bizni xabar qildi dedi. Nima uchun? Uning oldida biz faqat xabar bo'lmaganlik uchun. Keyingi vaqtda xabar qilmagan bo'ldik. Biz o'zimizga mustaqil oldimiz qilgan bo'ldik. Shu vaqtda 97-yil G'ulji voqeasi bo'lgan chog'da yana esimdan chiqmagan bir ish bor. Amerika tashqi ishlar ministri Albert xonim BDT'lik bir yig'inda deydi. Xitoyning inson haqlari vaziyati haqida gap qilib, Xitoyda Uyg'ur deb bir millat bor deydi. Ya'ni Uyg'ur deb bir millat bor deyishning o'zi nima desa, bizning bor yo'qligimiz bu yerda bir tema bo'ladi so'z bo'ladi. Bizning borligimiz bilmaydi ekan. Yani bugün BDT birisi Uyg'ur deb bir millat bor odamni demaydi desa, o savotsiz bo'ladi. Demak, 96-97-yillar bizning ahvolimiz bek nachar. Dunyoga asosan bilinmagan. Shu chog'i tashkilotlar masalan, u Xitoyning bu Xitoyning keling agishib shuydi, Tibetlikning peshasi esildi. Nima uchun bizni hech kim bilmaganligi uchun. Keyin ozroq vaqt o'tgandan keyin biz ham 97 bilingan bo'lsak, 2009da biz boshqalarda eshib ketdik. 5-yil voqeasidan keyin. Bu olayotgan ishning hammasi nimasi vatanning ichidagi vaziyatli munosabat. 2009dan keyin bizning vaziyatimiz boshqa Tibetliklardan eshib ketdi. Xitoy demokratchilarining bir yerda qoldi, oldi bo'ldi. Shundan keyin ulardan tabiiy qolib qoldi. Shunga ayni vaqtda bu biz faqat bilinmagan, tanilmagan bo'lg'achqa, balki mushu radioda iltimos sunganlar shunda ish oson bo'lsin deb Sharq Turkiston desak, turklikka bog'lanib qolamiz. Chunki Amerikaning o'zida birmuncha Armeniyalar bor, Armeniya qo'llovchilar bor. Ularni to'solib uchrab qolmaydi degan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir Sharq Turkiston desak, hech kim bilmagan ekan, uni tushuntirish to'g'ri keldi G'arbiy Turkiston qayerda. Uni olib Şinjan degan bular bilgan nom bo'lgan ekan. Şinjanni qo'llanma Uyg'ur deganni Uyg'ur rayoni Uyg'ur eli deb sungan bo'lishi mumkin. Endi men faqat shunchalik oddiy qarayman, bu ishda hech qanday Xitoyning o'yini va Xitoy tarafdorlikning roli yo'q. Xitoy tarafdorlik bo'lsa bu radioni zar ochmaydi. Xitoy tarafdorlik bo'lsa bu ishlar zar bo'lmaydi. Endi shu odamlar endi shu vaqtning o'zida hozirgidek bir sezgur jamoatimizmi yo'q? To'g'ri. 2012dan keyin ko'payib insonlar zaten aralashmaydi, ya'ni bu hozir hammamiz to'g'ri. Shu vaqtda bu odamni sungan odamda sezgurlik yo'q, yoki sezgurlik bo'lsa-mu to'xta, nima bo'lsa mana bir ichib olaydi, mana radio ichilsa mansub qabulni qilayli degan bir niyat bor. Shu men buni odamlar niyatini gumonlanmayman. Uning kendi masalan haq bildi, sezgurlik bo'ldi, bo'lgandan keyin men anglab turgan, men ko'rib turgan. Tabiiy men mas'ullar darimda emas. Boshliqlar men ko'rgan boshliqlar mas'ullar dedi. Ma xalqimiz ma Sharq Turkistondan xohlaydi deb baxtdi, ammo ular angacha bu rahbarlik almishib ketgan. Bularni qanday qilsa, o yuqoriga deydi. Yana birisiga deydi, jiq vaqt ketdi. Uni qabul bo'ldi, rad bo'ldi, ish bor. Shuning bilan bu ishlar bo'lib qoldi deb qarayman. Bu yerga
Uyg'urning irodasi bilan Uyg'urning xalab qolmaslik bo'lgan ish emas. Bizning vaziyatimizning nacharligini bu qilgan bir masala albatta Sharq Turkistonda yaxshi o'ylaganligi buning hamma jihatga uyg'un keldigan xalqimizning xalqlari hammamiz bilamiz. Men mushunday ichida yashayotgan biz bilishibdim bilan. Men kirgandan hozirga qadar uning oldirgan bu hozirgacha Uyg'urning shu radio ko'ngil bilgan mushuni qilayotgan odamning vatan millatga sadoqatidan qijil gumonlanmaydi. Hech qanday çaresizlikten, amalsızlıktan bu kadar burun ahvalının načar bağlılık için de koylayım. Ki özgertimiz de koylayan özgertemeye kaldı. Mushu radyonu her xil şekilde bahalaydiganlar var. Hem de radyonun mushu irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglashda roliga ko'z yumib bo'lmaydi. Mushu lager xabari tunji chiqqandan boshlab radio Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida to'xtamay xabar chiqarib turdinglar. Mushu ahvollarni so'zlab bergan bo'lsangiz. Şu anda 2017 vaqtdan ko'pinchimiz ustum tutish oldu. Hammamizning urug' tuqqanlarini tushib ketdi. Kattalik Uyg'urlar uchun bu sira emas bir ish oldu. Chunki har bir oiladan 1-5 qadar odam chiqib ketgan ekan. Unda vatanning ichida mushtirlik keldi, 1 milliondan ortiq odam kirib ketdi dedi. Ammo 1 milliondan ortiq odamni bir yer tutib solash, tutib asa ish emas. Uning mumkinchiligi ham burun bo'lib baqa ish emas. Şun hak mı işlenmedi hatta biz özümüz mü işlendiği vakti ma'lum yaptık. Muşunda bu kitabı. Kim karsak onun mümkünçülüğü ispatlandı. Bunu qanday ispatladıysa şu bir rayonluq telefon qilib, senin ma'lumni qanday ish va senin ma'lumni qanday ish degan ki 25% adamni 40% adamni tarbiyalaymiz dedi. Yanda 25% adam tarbiyalaymiz dedi. Mush sambosh tutyapmiz degandikin bu narsa aniq bo'ldi. Undan keyin men Onunki yani buna zar onda deyilgen böyle ne qaysi mektep qayerda balkanın bilamiz. Tunji olab lagerning ki iniq o'rnini, iniq sonini konkret bir maktabda G'uljin Aysini topdik. G'uljin Aysiniki 4-tarbiyalash markazi deganga telefon qildim. Telefon bog'landi. Telefon bog'landi ki maktabning atalmış o'qituvchilarimiz, saqchilarimiz va ayrim masala atalmış o'qituvchilar biz maktabning nomini 4 qatim o'zgartirdik. Hozir 1500 o'quvchimiz bor. Bu dağı mandak adamlar akaldık dedi. Degandikin andimamı özümün metodu bo'yicha o'quvchilarning bir so'zdan so'zish baxsan bo'lan desam maqida bir o'quvchisini tortib chiqdi. O'quvchidan sen bu nima bo'lib qanday bo'lib bir kelib qolding sen? Men shunda chet eldiki inimdan balsa fırsatım şu men tutib ekeldi dedi. Allah. Seni qanday udul ekeldimi? Qanday ekelsen beshim qarqaltib keydirib ekeldi dedi. Bu turuq angaja o'qituvchilar ma telefonni ko'tarib sinfga bir ekeram. Sinfdagi dersniki kayfiyatını bir kupa qaylaydi. Desem telefonu götürüp sınıf görsek Xitoyning davlat she'rini o'qiyotgan minut o'tib ketdi atgan soat 8 ga. Demak, u yerning bir maktab emasligi, odamlarning, o'quvchilarning atalmış o'quvchining isboti, o'qituvchining isboti ondan she'r bilan davlat she'ri bilan isbotlandi. O'qituvchidan so'radik, biz qanday bo'lib bu maktabning ismi esa hech kim deb bermadi. Shuningdek bu sen nima deb beramiz 4 qatim o'zgartdi dedi. Indas telefonu götürüp maktab darvozasiga chiqib, darvozaga chiqib qarab, manda kasbiy tarbiyalash markazi deb sil nemish ki bunda 4 qatim o'zgarsa desek, boshda manda deb qo'ydik, 4-qimada deb qo'ydik, manda qo'ydik. Oxirida qarsak, yomon ta'sir olmaydigan makiyaj, yomon ta'sir olmaslik uchun kasbiy tarbiyalash markazi deb qo'ydik. Shuni aynan qo'limizda rekord va ovozi va o'qituvchining ovozi va o'quvchi degan beshi qarqalt keydirilib akilgan odamning ovozi va shuni paket bo'ldi. Buniki qandaqda atalmış tarbiyalash markazi emas, jazo lageri ekanligini qo'ydi. Uning keyindan ham davomli buni qildik. Qashqarda oldi bilan Qashqarda 120 ming odam tutilganligini uqtiqam sonini lagerning borligi bilindi, ammo soni yana aniq emas. Baş maktab 1500 ekan, 4-maktabda bu yer 5 mingdan. Ham sonini aniqlab deb tursak, angacha Qashqardagi bir sinfning bir telefon nomeri qo'limizga tushdi. U bexatarlik, davlat bexatarlik ishlaydi ekan, uni gapga soldik. İnaqam ko'pchilik bo'ladi, gap salamiz bu yerda. Gap salsak, bizdan Qashqarda 120 ming odam tutildi dedi. 120 ming Qashqarda shahar ichida 120 ming odam tutildi degan gapning o'zi viloyat bo'yicha az deganda million bo'ladi. Jamiyatga ko'chib tarqalgan 1 million o'shiq degan odamning rostligiga aniq bo'ldi. Undan keyin Amnesty'dan va kechirim tashkilotidan bizlar aloqa qilishib, sizlar 120 ming dedinglar, qo'limizda manda sambati deb ular aniqlanmayotgan, oshkorlanmayotgan sonlarda isbot yo'q bo'ldi. Bizga manda degan qanday degan 120 mingni ko'rsatgan ekan, u xotirjamolda kechirim tashkiloti 800 ming dedi, shu choq 1 million deb o'ylan qildi. Ma rasmiy o'rinlarni da'vat qildi, hamda tabiiy rasmiy bo'lmagan o'rinlarning shaxsiylarning deganlar bor.
1 milyon 2 milyon da. Ama kesbi resmi orludan aldı bilen bizde de yok. Ondan dikin kesbem teşkilatıdır. Onu Amerika hükümeti dedi. Andın zaten 1 milyondan artık adamın türmedikerliği şunu ispatlanan oldu. Buna da biz başlamış rol oynadık. Elbette bunun da texmi mühim rol oynagan. Bunun içindeki işinin nim bulaştırırken lager şahitleri var. O lager şahitleri onun dikin biz ana balıkını ispatlaganımızda Xitay 20 aygacha yo'q deb turib oldi bunday narsa. 20 ay to'shgan chog'da biz açıq xabarini e'lon qilgandan keyin uning dikin 20 oydan keyin e'lon qildi bizda bor. Lekin bu jazo lageri emas, maktab kasbiy tarbiyalash maktablari. Anda uning kasbiy maktab emas ekanligini lager shohidlari isbotladi. Har birisi jazoni qildi. Shuning bilan bir millatning nopasining 1 milliondan ortiqi turmaga kirib ketsa, o nima oqibatlarning yuz berdiganligi, qanday ishning yuz berdiganligini dunyo bilalaydi. Qog'inatda dapotarishni ochdi. Tabiiy holda nopos tushdi. Oila parchalandi, xizmat to'xtadi, ish to'xtaydi, u millat yo'qolishga boshlaydi. Yoki nopos to'lash. Shunda bo'lganlik uchun erki qirg'inchilik degan gapni nima boqmaydi. Mike Pompeo dedi, shu son bo'lganlik uchun. Uning oldida tabiiy Mike Pompeo davomli bizning radioning xabarlarini orqali chiqqan xalqaro xabarlarni bizning radio demaymiz hamda xalqaro xabarlarni ko'rdi Uyg'ur vaziyati lager shohidlari so'zlashdi. Idisda muqimlashganligi uchun yüzde düşengellik için ahırda çoğun gapni qildi. Bak çoğun gap. Bir davlat rahbari hech kim demagan gapni qirg'inchilik degan gapni e'lon qildi. Xalqimiz rozi bo'lgandek hammamiz xush bo'lganligida. Hamda radio o'zimizga tushgan vazifa shu. Radio G'ulji voqea sababi bilan qurildi. Shu yerda tugilgan qonun bilan. Bosh faoliyatchilarning tirishchilik bilan. Biz shuni ishladik. Shuni ishlaganimiz uchun shuning badalini, shuning shular shunchalik badal to'lgan ekan, shunchalik badal kelgan ekan, shuning qartab biz ishladik. Shunchalik tirishchilikni ko'rsatdik. Shuning bilan manchilik natija keldi. Bu natija degandek darhol bo'lgan ko'z ko'gin olgan natija emas, faqat Xitoyni qaralash, Xitoyga bir tamg'ini besish bo'ldi. Mana bu shu biz qaysi kuni sizni taklif qildim, vaqt sababdan kelmay qoldingiz. Shu Human Rights Watch'dan bir tadqiqotchi keldilar. Davatqani shu radiodagi yerlarning taqlig'ini shu rayondagi, ya'ni o'zim so'zi bo'yicha shu rayondagi biz amdi bildigan narsalarimiz ozlab qoldi. Biz bilmagandan keyin biz harakatga o'tamaymiz. Shuninga mushtaq yerlarning taqlib qilishining qanchalik bir ta'sir ko'rsatganini bir tushuntirgandi. Shunga deganda the more we know, the more we can act. The less we know, the less we can act. Deb mushu so'zi qat'iy esimni chiqarmaydi. Ammo gap men qisqa tunaga men Washington Post'si gazetining muxbirnoma ziyoratini qabul qildim. U shu savolni so'radi. Mushu bu radio taqilib ketdi. Bu zodi sizlar uchun qanday bir mana ifodalaydi. Hozir bu nimada Marko Rubio qatorliq odamlar va mushlar turib mushna bo'lib qoldi. Bu qanday mana ifodalaydi. Azroq nima bo'ldi? Ben o taraftaga ketmedim ama şunu dedim. Bu radyonun taqalganligi birinci Uyg'urlar xalqining ovozi sirtqa olingan bo'g'ilgan bo'ldi. Ikkinchi Uyg'ur xalqining chet elni to'g'ri tushunishi azaygan bo'ldi dedim. Bu hamda 2017-yildan keyin bak tushmadi, zat to'sitildi. Uchinchi chet el Uyg'ur faoliyatchilarining Xitoyga qarshi bir qurolni imkon bo'ldi. Yana birisi Xitoyning o'tkazayotgan jinoyatlarga yani bir taraftan xalqarodagi ojizliklarga chapan yapılgan bo'ldi. Endi Amerikaga nisbatan aytgandim, Amerikadan endi qaqshab gap qilmadim. Dedim, Amerika bu xato tushunib qilyapti. Hozir Xitoyning Abdubashirni ichish, Xitoyning o'tiriq tartib chiqish, kamchiliklarni chiqish bizning radioning bu vazifasi. Qandaqdir Amerikaning hozirgi administrationdan hozirgi hukumatning Amerika birinchi siyosatiga xilof kelmaydi. Chunki Amerika birinchi siyosati çokum bu yerda Amerika tahdid silayotgan Xitoy va dunyoni egallayman deyotgan Amerikaning o'rnini egallayman deyotgan. Shuning uchun men ishinamanki Amerikaning hukumati çokum bir Uyg'urning ovozini o'rin berdi, asli keltirdi. Chunki Amerikaning hozir siyosati bilan Uyg'ur servisining xizmati bir-biriga ta'sir kelmaydi. Bir-birini to'liqlaydi, hatto ehtiyojlik. Biz bu Uyg'ur radiosi masalasi qandaqdir Uyg'ur qirg'inchiligining baldu taqlish masalasi emas. Xitoyning rezilliklardan, Xitoyning xatarning dunyoga dizira bilinishi, Xitoyning dunyoning oldidagi bütün zo'ravonliklardan, yo'lsizliklardan dunyoga tahdid ekanligining bilinish masalasi. Bu Amerikaga bo'lgan tahdidning shunga bizning aramizda manfaat to'qinishi yo'q. Hozirgi Uyg'ur servisi bilan Trump hukumatining orasida.
Şoňa buna çoxam haqiqanda asli keltirdi dep işinmedi. Ameliyatmış. Siz zade muşu Trump efendim siz qana qaraysız? Çünkü Uygurlarımız xuddi bu Xitayga bek öş, Xitayni yıqıp götürü dep oylaymiz, lekin özünün davatqan gaplarida ağzın chiqqan gap bu Xi Jinpingning og'inisidek, hatto uningdek diktator bo'g'isdek bir xil g'oyasi bordek chiqib turib o'zining og'zidan chiqayotgan gaplar bu. Bo'lsa asta kontrol qilsa Amerikani, asta bir nimasi bor. Siz buning qanday qaraysiz? Ben Trump'ni qo'llayman. En baştan qo'llab keldim. Sebep nima desa boshqa narsa emas. Trump farqli bir odam. Bizga farqli bir odam kerak. Odatda normaldan tashqari bir odam kerak. Nima uchun desa Xitoydek hozir bir cho'ng davlatga kuchlangan, Xitoydek dunyoga hokim bo'layotgan, dunyoga manfaat yetkazayotgan bir davlatga qarshi turish uchun shu davlatning rahbarida favqulodda bir xarakter bo'lishi kerak. Normal xarakterdagi bir rahbar Xitoyga qarshi tura olmaydi. Çünkü cemaat fikirden okudu. Xitayning nopasını oylaydı. Xitayning bazarını. En muhimi hazır Xitayning bazarını oylaydı. Xitayga karşı gap qilishdan jasorat qilolmaydi. Şoňa menimçe zade Trump'ning gayri normallık bu. Bu gayri normallıkni yaxshi taraf desek bo'ldi, yomon taraf desek bo'ldi. Mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, gayri normallıkning o'zi foydali. Çünkü bizga gayri normallık kerak. Dunyoning navbatdagi tuzumi, tartibi o'zgarish kerak. Normal dunyoning hozirgi sistemasida bizga foyda yo'q. Dünya bir onda tömdü buluş gerek. Dünya özgürlük gerek. Şu anda bizge menfaat çıkıyor. Bizge toplantıda tokaş çıkıyor. Biz hakikaten Trump'ın insan haklarının çatkı yok. Ama Trump'ta aşında panik çıkıldığın, keskin karar aldığın, düşmanda kargımızda zerbe yurduğun bir güç var. Ontay kılalaydı. Sonuçta Trump'tan ontay kıldığın mecazet ne ben kollayım. Ben şimdi Uygurluğun köpenisi şu. Keskin karar aldı. Şu keskin kararlardan biz gibi payda çıkıp kalan keremiz. Kandakta Trump kişinin ketkenliğimiz alırız. Şahsen ben şu. Yani bir sual kelsek, şu vatandın avaz ilip Xitay dünya anlamasın degan avazlarını dünyaya anlattınız. Şu hizmetiniz jarayonida sizga eng ta'sir qilgan yodingizda chiqmaydigan voqeadan bir qanchisini eslab bera olasiz? Hamda radyoda işleyen iken mesela ağan mukaffatlarımız. Mesela Arzgul Tursun vakası Golden Ayıs'da bir ayal doktorxonada balası ilmi turgan iltiram aytılınca taqdirda bir qarindishimizning kuchur yetkazilishi bilan fidokorlik kesdi. Qahramonlik ko'rsatgan bola o'yinimiz hozir turmada bo'lish ehtimolligi cho'ng. Shu yetkazilish uchur bilan uni biz axborotchilarga xabar qildik, qiz qo'g'lab berdik, qoltiyat xabar berdik. U ayol doktorxona eklindi, doktorxonadan qochdi. Onundaki Amerika hükümeti bana inkaz qaytildi. Şuna olan tunca ketdim 2008'de. Bir bala bir can xalqaranın aralashishlar, axborotning ishni oshkorlashi, Uyg'ur faoliyatchilarining kuchli ko'rsatishi Amerikaning aralashishidan qutulib qoldi. Bir can hayot hozir. Shu xabarni bergan xabarim bilan oltin mukofotga erishdi. Onun keyin Xitoy chet elga qochib ketayotgan 3 oilani bu nimaniki terrorchilar deb xabar qilgan, uning terrorchi emas, ikki akifga oid ekanligini xabar qilib berdi. Bu bir mukofot berishdi. Undan keyin bir necha 4-5 mukofot berishgan xabar qilindi. Ondan muhim xabarlarim masalan 2009 Urumchi voqeasi yuz bergandan keyin g'oyib bo'lib ketgan odamlar bor. Shuni hech kim bilmaydi. Vaqtda 50 odamni biz bir-birlab ismlarini tartib ochiqlik konuştuk. Onun ailesini to'shdik. U bor. Onundaki maqolamni, tavrimni mukofot berishdi. Ama ben bu mukofotga erishganlarimning dim vakrak mukofotga hech erishmagan xabarlarimdan faxrlanaman. U bo'lsa qarshilik harakat. Vatanda 2008-yildan 2017-yilgacha uzmay qarshilik harakatlar bo'lib turdi. 2008 masalan Qashqarda harbiylar hujum qilish voqeasi 4-avgust. Joda zanjirisma portlash bo'ldi. Uning keyinda bo'lib ketgan chiqishlar. Axir 2017'da qildi. Aşının hammasini Xitoy bunun 5%'ni e'lon qildi, 95%'ni e'lon qilmadi. Nimicha e'lon qilmadi? Birinchi Xitoy o'zining ko'chmanlarini urkib ketdi deb e'lon qilmadi. Ikkinchi dunyoga biz tinch yashayotgan bu Uyg'urlar bizda rozi bizga qarshilik ko'rsatmaydi va itoatchan xalq deganni isbotlash uchun ko'rsatmadi. Faqat 5%'ni xalqaro terror bog'lash uchun o'tirib chiqarib baxtdi, ammo aqmagandan keyin darhol tortib oldi, o'zgartirib oldi yana bor. Ammo biz 2008'den Olimpik Korpusu'dan 2017 lager kuruluş olan vakanın
asasen hemsini haber başkıp çıkardı. Buna diken karşılık hareketleri de ben şu haberini belgeldiğim için ben şunu da ait huzur alayım. Çünkü şu karşılık gözetlerle ulanın maksatı hiç kaçan şu yani bir farklı biliş, şu bir adam ötürüş, bir siz zerbe ürüş emez. Bunun maksatı dünyaya avazını artış. Dünyadaki belirli bombanı tanıp özünü partlatıyatkanların hiç kalsın maksatı şu zaman şu yerde netice yetişemez. Dünyanın dikkatini tartış. Dünyaya avazını bir kıtıma artış. Asasen bu avazsızlığının kuralı bu. Şu özünü partış hareketleri. Acizlığının küçük kuraldayımız iş mi? Bizdeki şu kıyırındaşlarımız mı? Şu fidayla mı? Şuya kirgen çağda ondan maksatı ne verse Xitayını örgütlenmede kalıqını bildi. Şunun ola işinin özlerinin şu zaman Türkiye'de kalıqını bildi. Dünya vidalısını bildi. Fakat maksatı dünyanın bir dikkatini tartış. Dünyada esin siliş. Olanın şu gayesi menin muş haberlerim bilen bizden şu haberlerimiz bilen emel geçti. Şu an ben xuddi şu jangda, şu urushda shular bilan yanma-yan ketayotgandek şu Novosibirsk hujum qilish voqeasi bor, Ko'mirkan hujum qilish voqeasi bor, Pichan Saxxansk hujum qilish voqeasi bor. Shular agar shunchalar o'tadi, o'zlarim o'ldi, ketdi. Agar bu nefil o'tganmiz, dunyo bilmagan bo'lsa, ular maqsadga yetamagan bo'ldi. Biz xabarni berdik, maqsadga yetdi. Shu men shular bilan yanma-yan ketayotgandek shu urushda shular bilan birga ketayotgandek his qilma o'zimni faxrlanaman. Bu xizmatdan rozi bo'ladigan, vicdanım rahat bo'ladigan ishim shu. En faxrlanadigan shu. Endi yan tafsilsiz kelsak albatta jiq ishlar bor. Masalan, Ko'mirkan hujum voqeasini Xitoy 56 kungacha e'lon qilmadi. Shu hujumni qilganlar 50 necha odam o'lgan voqea, soqchilni to'zaq tushirib chaqirib kelib, uni Qur'on tatib qochdi. Vardı yolda mangacha 15 kun, 15 kun voqea. 40 necha kun qochgan chog'da shu jarayonlarda bizim aloqalashib turishlar. Nimicha aloqalashib turdi desam, shular shu burun bizden haberlerimizde anlayan, burun şu vatanlık karşılık hareketlerini anlayan şunun da ilham ağa adamlar. Yani o da ne derse biz bir işini kısak dünya kördüken bilirken diyen aslında. Ahir şu Kömürkan vakası da Aksu'da Bayda en çok vaka buldu 2015'teki. Şunun ölgen, tüyek etken şu adı mücahitlerimiz Mehmet Eysa Tursun Ali Katarlık üç safdışımız, kırındaşlarımız var. Ulanınki bir tutkunu, biyas tutkunu Türkiye'de uçurab. Ulavlar mı kögenlik bildim, ula qanday kense bütün xalqaro xabarini ko'rgan bizning radioni anglatmadim ki. Şu yol boyu bizga kelgan uçurda bu manba nereden keladi bilimga andı bildik shular. Şu an Xitoyga qarshi bir maydon jangda biz shular bilan birga bo'la oldik. Şu bu meni agar boy degan aslaydigan qimmatli xabar bo'lmuş. Mushu g'arbda bunda bir hukm bor. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Yani birisi palanni ya da bir grup insanların terörist ise yana bir grup nisbatan ular bir azatlık jangchisi demdik. Mushu mening bek esimda bor. Mushu xabarlar o'tirib qo'yilgan chog'da bu irqiy qirg'inchilik, ya'ni bu lagerlar ichisidan avval qishlarga Uyg'urlar bir xil ya bunda xabarlar taqalmasa, bunda gapni demayli va yoki bu xabarlar chiqqan chog'da bu Xitoyning o'yini, Xitoylar bularni saldi va yoki bular Xitoy bu yerda o'yin qo'yattirib, mushuni qilsinki, ananikin Uyg'urlarni terima bassin degandek bir bunda hatto tashkilotlarimizmi qat'iy yaqin kelmaydi bunda imlarga. Masalan, bugungi kunlikda ko'ryapmiz, ismini atmasaqmi, ba'zi mushta faoliyatda olib berilyapti. Bunda guruhlar dunyo xalqi tarafidan qo'llanyapti-da. Musha ahvol siz qanday qaraysiz? Gapimni tushundingiz herhalde. Yaxshi, bak muhim nuqta bu. Şu an ben bu Xitoy qurolli qarshi harakatlarni bergan chog'da yolg'iz Xitoyga qarshi bir kurash bilan emas, o'zimizning ichidagi jamoat fikri qarshimi bir kurash bilan ifoda etsam bo'ladi. To'g'ri. Chunki shu cho'qim besimis qildingiz. Radiodan uni qilsam o radioning ichida qo'yib turibsiz. Radioning sirti zali chet eldagi Uyg'ur jamoati. Xeyli ko'p qismida ashunda qarshilik harakatlarini ziyonliq deb qaraydigan Xitoyda bu nereden kelib qolganligi ayrim bir tema. Bu adamning kallasiga, bu xalqimizning jamoat fikriga bu anan so'nqarlik ham xatarlik bir fikr deb qaraymiz. Bundan bir chet el bir necha bir do'stlar bor, biz o'zaro deyishadigan. Shu bu qurolli harakatlar cho'qim kerak. Cho'qim bundan biz nomus qilmasligimiz kerak, qochmasligimiz kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q ekanligi, bizning o da'voimizning chin da'vo ekanligi, haqiqiy bir da'vo ekanligi isbotlangan bu narsada bir necha do'stlarimiz bor. Ko'pinchisida bundan uzoqroq ketish bor. Shundan shuni izchil bor.
Karşılık karmay. Xitayning qarshiligi bir tarafda. O tarafda to'sdi qarindoshlarimizni u jazoq u boshqa chet eldan to'g'ri ammo ma ishdagi to'g'riligimizga yuz ishonamiz. Chunki mening falsafam shu. Ham biz dunyoga davoni anlatimiz deymiz. Nima uchun anlatamiz? Bizning ezilgan datlatgan millat ekanligimiz anlatish, bildirish, esdashlikka erishish uchunmi? Biz bunday emas. Esdashlik degan o'zi haqorat bu. Esdashlikka erishishdan maqsad bizga sherik tepish, bizga yordam qiladigan, bizni qutqizadigan bir do'st tepish uchun chataldi. Bunda do'st, bunda sherik tepish uchun qanday qilishimiz kerak? Biz kurash qila oladigan, badal to'lay oladigan, ezilganlar, dasalganlar emas. O'rnimizdan tura oladigan, bizni faqat qo'limizdan tutib tassa qo'pab manga oladigan, haqqa apash bo'lmaydigan bir millat ekanligimizni isbotlashimiz kerak. Buning uchun kurash qilayotganligimiz, jang qilayotganligimiz cho'qim bilinish kerak. Buna olatan Xitoyning zulmini bu ikkisini tang etmishimiz kerak. Bu reallik shu. Ham zulm uchrayotimiz hech qachon zulm qarshi to'xtab qolmadi. Ammo bizda bir qism qanday shakllanib qoldi? Zulm uchraganligimizni desak, izlaganligimizni desak, bichorligimizni desak bo'ldi deydigan shuningga to'xtab qolgan odam bor. Ammo uni men yo'q Xitoyning adami demayman, hargiz unday emas. Ularni bu yerda vatanni millat uchun bizden öte başka turduğunlar hatta az diyen bizçik başka turduğunlar. Ama okşumagan fikir, okşumagan ideya. Bunu ben şunda adamlarla dost ağını da kündü bile ardış yürümez. Gitmez müştakilde, tədrikilde deyişimiz ama işinimiz. Ne için? Çokum bir adamın hata fikirde buluşu, okşumagan fikirde buluşu, çokum Xitayning adam buluşu isfatlamaydı. Okşumagan ideya mı, okşumagan mecaz mı, okşumagan göz qaraş mı bazı ixtilafını keltirip çıkardı. Şuna benim etrafımda benim bu işimni qo'llaydigan qurolli harakatni davomli beradigan hatto qo'llangan iboralarni xohlamaydigan nurg'un do'stlarimiz bor. Xalqlarga aslan hammasi bilan yaqin hech qaysining nemisidan men gumonlanmay maydonda. Ular bilan yana shu o'tma. Ularning gapini navbatgancha va to'xta men xato qilib qo'yatdimmi qada mujdan to'g'rimi debmi o'ylashga qo'ydim. Ammo hozir qadar isbotlandiki bu dunyoning yaratilishi shu, insonning yaratilishi shu. Bir adam o'zini o'zi qo'g'dimigacha o'ttirg'i chiqmaguncha masala sal bo'lmaydi. Haq quloq solmaydi. Esida qolmaydi. Shoma terrorlik masalasi kelsak dedik-ku. Bizni burunmi degan men deyman, Xitoyning bizni terrorchi deyishi tutuq. G'alabimiz bizniki. Bu bizning mavjudligimizni e'tirof qilganligi, bizning irodamizni e'tirof qilganligi, biz Xitoy bilan birga yashamaydiganligimizni e'tirof qilganligi. Bu g'alabimiz. Bu Xitoy bizni terrorchi deb andishib ketish, qo'rqib ketish, urkib ketishdek ahmoqlanish yo'q. Bu siyosiy ongning nollikini ifodalaydi. Bizni xalqaroning bizni terrorchi deb qilishi afsuslanarli ish. Unda demaslik kerakdi. Xalqaro unda demaslik kerak. Istiqbolimizdan qorong'ilashib ketganlik emas. Chunki terrorchi deb atalgan Mandela, Arafat, Hashim Tachi, ko'r hammasi hozir hukumatning boshida. Dunyo xato oldi, bizni balkim terrorchi deb qilish mumkin. Ma'lum vaqtda xuddi Amerika bir qatim deb chiqarib aytganda, bu biz qo'rqib o'zimizni qajib turgan narsamiz. Eng qo'rqinchli nimasi o'zimiz terrorchi deb tushunib qo'yishimiz. O'zimizning harakatidan o'zimiz nomus qilishimiz. O'zimizning harakatini va terrorlikda bu haqqoniy emas deb qo'yishimiz. Bu qo'rqinchli bu. Shunga Xitoyga qarshi biz nima qilsak bo'ladi? Qiladigan har qanday ishimiz haqqoniy. Shunga bizning ishimizda hozir qadar terrorlik bo'lib boqmadi. Bundan keyin bo'lmaydi. Vatanimiz qo'limiz kelmagicha Xitoy u tuproqda voz kechmoqchi. Chekinmoqchi. Shunga bizga har qanday qilib ozod bo'lmagan Xitoy xalqi va boshqa har qanday bir xalq bizniki mustaqilligimizni qo'llamagan ahvol ostida ular bizning do'stimiz bo'lolmaydi. Qachon u bizni qo'llasa, u bizning do'stimiz. Bo'lmasa bizning dushman hisobida, chunki bizning vatanimiz desizmi. Shunga bo'layotgan qarshilik harakatlarining hammasi ega chiqishimiz kerak. Shakli bunday qilish mumkin. Bizning xalqaro qonunga cho'qim uygun tushadigan majburiyatimiz yo'q. Chunki xalqaro qonunni tuzganlarning orasida biz yo'q. Xalqaro qonun bizni qanot ostiga ilib qo'ygan. Xalqaro qonun bizga kepillik ega bo'lgan chog'da, anda bizning uni bo'ysunishimiz haqqimiz. Shu nuqtadan bizning andish qiladigan qarshilik harakatlarida andish qiladigan hech qanday ish bo'lmasligi kerak. Mushu mayli faoliyatchilarimiz bo'lsin, tashkilotlarimiz bo'lsin, har qanday mushu Xitoy qarshi ilib berayotgan harakatlar, mayli diplomatik, mayli boshqa mushunday ishlarga doim ijobiy qaraysiz, doim pozitiv qaraysiz. Nima ishqa? Birisi men endi vatandan chiqqan chog'da dedim-ku, biroz bexatar bir ahvolga qolib qilib chiqqan chog'da yo'l bo'yi xalq kishilarimiz, xalqimiz yordam qildi.
do'st og'inlarimiz, hatto tanimag'anlar do'st og'inlarimiz. Biz ikki misolni olsam, yamanjiq bir jarayon, mana 1 yillik bir kechish jarayon. Bir tijoratchi bilan shu chazig ketib berib, Qo'rg'as chegarasiga bir tijorat. Yonma-yon o'tirib qoldik, yo'lda ketib berib, yarim soat vaziyat to'g'ri so'zlashdik va naqshchilikni gapida Xitoyni tilashdik-da tamam. Ondan keyin mening beshimga kunlik keldi, orliq 1 yil o'tgan ekan. Men Guangzhouga keldim, Guangzhoudan chegaradan chiqib ketirgan chog'da enim pul qolmadi. 10 ming so'm pul kerak bo'ldi, $1000. Shuni olib shu tijoratchiga adam aytdim. Men 10 ming so'm pul kerak desam, shu bola biz tanishimiz berib so'rasa, Urumchilik bir tijoratchi 10 ming so'm shu zaman berdi. Berib ona o'ylab faqat meni ko'rishga 30 minut bir avtobusda birga ketib ko'rishga vaqtim. Shuni abali chiqib kelsam, u bolaning bu yer qildigan ish tugidi deb, shunday ulug' gapni qildi. Endi shu vaqtdan o'zim bilmadim 10 ming so'mning 10chilar qimmat cho'ng ishliqini. Endi hozir o'ylab baq, chet elga chiqqandan keyin bildimda bir odamdan 10 ming so'm pul so'rashdan qancha biz burun endi xizmatchi bo'lgandan keyin ya'ni pulning qiymati bilinib ketmay ekanda. Endi hozir mushtabda bir odamda uchrashib $20-30 ming bir qitim ko'rishib qolgan odamda menga $30 ming avat kerak degandek gapkan endi bugungi vaqtda. Shu nima uchun shunday qildi desa, meni ma vatan millat uchun xizmat qilgan odam deb qilishmoq. Undan keyin men qechib saqchilar izlab bu Daxiyanda bu turpanni bir bo'lgan chog'da bir saqchi bola ne bir og'inimiz tanishdi mushsini o'lsab qo'ydi bir poyezddan va axtar bu. Shu ayrim biriga kirib mehmon qilib o'chaqda oshxonaga kirib mehmon qilish shu. Onsa Turkiyaga qarab ketib turibsa, vatan millat uchun ketib turibsa, men hozir saqchi xizmat ishlayapman. Agar sen bag'am fursatga aşağı barsam, aşağıdan oddiy har qanday xizmat bo'lsa, ko'chisini supurib turadigan, ishxonasini tozalab turadigan shu sima rozi deb. Hozir men saqchi ishlayapman, shuni rozidim dedi. Shu bir saqchi, Uyg'ur saqchi meni qutqizib qoldi. Shunga o'xshagan u jiqishlardan endi bu millatimizningki va hayotimda bak cho'ng bir zarbalarga hayotimda uchrab ketmadim o'zimizning ichida. Balkim uni ta'siri bordi men o'ylab qoldim. U jihatdan yana bir nuqtadan o'ylayman, men endi zodi bu masalaga bak salbiy qarab, bak masalani jiq ko'rib ketsak ish oqmaydi. Uyg'ur jamiyatiga balam qarab vaqtim jamiyatdan jiq qaqshab yurgan, jiqib yurgan odamning qo'lidan bak jiqbi amaliy oz kirdik. Amaliy ish qilayotganlarda bak jamiyatdan qaqshab ketmaydi ekan. Shu uningdan ulgilab bo'ldi. Zodi biz bir otdan yiqilgan millat. Mustamlika millat. Bizda kamchilikning bo'lishi tabiiy. Bizda ojizlikning bo'lishi tabiiy. Buningga hayron qolib hech qanday ish yo'q. Biz mustaqil millat bo'lgan bo'lsak, biz mukammallik talab qo'ydik. Shu men yana birga mukammallik talab qo'ymayman. O'zimdan burmuncha kamchilik, ojizlik. Shu boshqalardan cho'qim bo'ldi deb qarayman. Boshqalarni qo'ymayman. Chunki asr bir millatning da'vosi, asr bir millatning kurshi, mustamlika ostidagi hokimiyat, ostidagi millatning a'zolari mushunday bo'ldi, kurshi bunday bo'ldi, odamlar mushunday bo'ldi. Cho'qim kamchilik bo'ldi, ojizlik bo'ldi. Yani bir nuqtadan ve ilmiy nuqtadan qarasaqmi, bu kamchiliklarni tepish, bu ilmiy nuqtadan aytgan chog'da sirlarni oshkorlash ilmning maqsadi. Bilinmagan narsa. Ama Uyg'urning hozir ojizligi, Uyg'urning kamchilikka sir emas. Buni qap-qora dehqonlar topa oladi. Bilalaydi. Chunki qo'limizda huquq yo'q, qo'limizda pul yo'q, qo'limizda hokimiyat yo'q. Bizda hech qanday kamchilik chiqadi. Ama bir ilm odami, bir da'vo odami, bir siyosatchi, bir ziyoli cho'qim bu millatning ortiqchiligini ko'rish kerak, topish kerak, topqalish kerak. Uni topolmasa, o'zining mas'uliyatini ado qilolmaydi bo'ladi. To'g'ri. Bizning kamchiligimizni ko'rish bek oson. Ama ortiqchiligimizni ko'rish uchun bunga safa keltirib, sifat keltirib, axloqiy, aqliy va mas'uliyatchi. Shuning uchun men u tarafga maqlinib olmayman, markazlashib olmayman. U tarafim bor. Ya'ni kamchilik izlaydigan tarafim yo'q. Chunki zodi bor narsa uni izlashning hojati yo'q. Burnimizga oldimiz taqishib turdi. Uningdan keyin muhabbat va nafrat masalasi bor. Bu muhabbat va nafrat degan cheklik narsa. Kamchilikimizni jiq ko'rib qolsak, millatimizning norozi bo'ldigan shu yo'lda muhabbatimiz ozaydi. Xitoyga nafrat ozaydi. Millatimizni qancha so'ysak, Xitoyga nafrat kuchaydi. Millatimizga nafrat markazlashib qolsa, Xitoyga nafrat ozlaydi. Nafrat degan bir energiya. Shuning uchunmi o'zimni ongli holda shu nim taraf, ortiqchilik taraflarimizga markazlashdim. Radioning g'aybatini mujiq qildik. Endi sizni topganda tashkilotlar haqida bir qancha savol so'rab olay. Shu muxbirlik jarayoningizda
hem şahsiy hayatınızda mushu tashkilotlar bilan uchrashib turdingiz. Mushu Uyg'ur tashkilotlarimizning umumiy ahvoli qanday sizcha? Mushu da'voning yo'nalishi to'g'ri ketyapti? Bana nisbeten ise ben en başta kelgen vaktim isimde boğaçka. Şarkı Türkistan vakti girsek Tanrı Şincan deyin gapini çaplavagan boğaçka hoş geldin. Şu an ben yine ki nezrimde hazır taz güçlengen vakti yaxşı vakti. Neyim için? Birinci, xalqaro seviyede, xalqaro tilda işini davamlaştırıp ketayotgan dünya kurultayı var. Mustaqillik talabimizdan, mustaqillik irodamizdan mo'yinligini ta'kidlab kelayotgan surgunda hukumat, Sharq Turkiya surgunda hukumatlar bor. Endi buni bir ish qilsak bo'ldi, cho'qim qilamiz. Davatgan havas bilan energiya bilan o'tirishayotgan Sharq Turkiya yoshlar tashkiloti. Atrofga butun Uyg'ur ziyolilarini to'plagan, butun emas, ko'p sonliq to'plagan Uyg'ur akademiyasi bor. Buningdagi eng muhimi Suriyada qurolliq bir sepimiz bor. Uyg'urlar var. Qoralıq görüşməkdə ən mühim. Şuna bu bizning ən güclənən vaxtımız, qolumuzda qoralımız mı var, qalam mı var, diplomatiya mı var, millilik mi var? Həmmisi məlum dərəcədə hər saatın to'liqlangan güclənən vaxtımız. Bu hamda əgər kəmçiliklərimizni tartib gəlsək və hüquq kerak kəmçiliklərimiz çıxdı. Həmmisi. Həmmə təşkilatdan, həmmə adamdan, həmmizdən. Amma biz özümüzdən əhvalı qarab baha verimiz. Burunki halimizni qarab beramiz. Burunki men degan halimizni silishtirsak, hozir eng yaxshi kuchlangan vaqtimiz. Buni keyin kuchlanamiz. Ham tashkilotlarning ko'p bo'lib ketishi foydalimi, ziyonlimi masalasi keldi tabiiy haqiqatimiz bor. Menimcha bu tashkilotning soni qancha jiq bo'lsa, hozir ortiqchilik qilmaydi. Faoliyat qancha jiqyapti bo'lsa, ortiqchilik qilmaydi. Faqat bir shart bor. Tashkilot bugun qurilganda tashkilot o'zining asosiy dushmanining Xitoy ekanligini unutib qolmaslik kerak. Bugün bu teşkilat kurup ertesi yandaki teşkilatla hücum kurması gerek. Bugün kığa işini etrafındaki teşkilatla ürkütücülük için işletmesi gerek. Xitoyga karşı işletiş gerek. Eğer Xitoyning düşman ekanligini unutulup qolmasa, teşkilat qanchalik bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Shuncha to'liqlanib ma'lum. Ham shunday bo'lish kerak. Chunki mutaxassislashmay turib, sohalarga ayrilmay turib bizning bu ishimizda ilgirlashimiz. Shunga hozirgi tashkilotimizdan kuchlangan vaqti da'vat qilganda burunqi silishtirib da'vat qilmaydi. Bizga kerak bo'lgan ehtiyojimiz qarab emas, ehtiyojimizni silishtirsak jiq uzoqda. İnşallah Allah şu xalqimizniki rizqi, nasibisi, istiqboli ko'rayotgan azoblari uchun cho'qim tashkilotlarimizni bunday ekan texma safoliq yo'nalishga yuzlantirdi. Birlik bo'ladi, ittifoqlik bo'ladi deb o'ylayman, umid qilaman. Vaqtingiz jiqab qoldimi Shuhrat aka? Bu eng oxirgi savolim. Mushu muxbir bo'lish orzusi bilan axborot kasbida o'qiyotgan va yoki o'qimoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun qanday tavsiya taklif beringiz? Birinchi, bu axborotchilik degan bu nimaning turk yozuvchisi Yoqub Qodiriyning bir gapi bor. Sap san'at hur millatlarda bo'ldi deydi. Yani san'at, sap san'at mustaqil davlat va millatlarning sap san'at ishlab chiqara oladi, qila oladi. Bizda sap axborot hur millatlarda bo'ldi. Bizniki Uyg'urda sap axborot bo'lmaydi. Qanday bo'ldisi cho'qim bu axborotchiligimiz bor. Sap axborotchilik deganda abadiyga tarafsizlik, obyektivlik degandek bir qator shartlar va talablar bizda bo'lmaydi. Biz vaqti kelsa etkazchi bo'lamiz. Vaqti kelsa faoliyatchi bo'lamiz. Vaqti kelsa hammaning bo'lamiz. Qasam bo'ldik. Bir misolni olsak, Arshidin Isroil Sudandan bizga uchir yetkazdi. Oxiri tutilish xavfiga duch kelgan chog'da men chiqishimga to'g'ri keldi dedi. Qechib chiqish to'g'ri, ketib chiqqan chog'da telefon so'zlashib turdik. Oldiq odam evatdik. Onadaki tabiiyeti apaqçı. Gün telefonu tuttuk. Yani etkes bir yol kaçakçılıkına şekilde. Beycan'da Erzdağ'la Goyan bas kolunu püstüke kandak kılımızda beş kattı. Onu BDT'ye bir namaş kıldırıp, Amerika Konsolosluğu'nun aldığı bir namaş kıldırıp, Anglia'nın aldığı bir namaş kıldırıp, Deydan gibi ülgettik. Faaliyetçi özgerdik. Bazı Erzdağ'la sözledi. Bir parça gipini haber veriş bulmaydı ama 2 saat anladım. Daha da havalıdık. Sonuç olduk. Hem de bu normal garip cemiyetinde, normal bir cemiyeti muhbir oluştu ya, şu etigen saat 8'de işlep, keşte 4'te yediğen iş. Hak bilen kalayım kançılıkta turduğun, siyasetini ayrım turduğun emin aslında ama Uygur akbaratçılıkını undanmaydı. Biz uçurunu
Biz normal cemiyatdan emas, qatildan alımız, jinoyatchidan alımız, adam o'tirayotganlardan alımız, xo'shamad qilayotganlardan alımız hukumatga. Şoňa ularga normal bu axborotchilikning tadbiri aqmaydi. Şoňa tadbir qo'llanamiz. Şoň biz buga aqsa şunu qo'llanıp keldik. Albatta bu G'arb, Amerika ya başka devletler bizden bu ahvalimizni bilmeydi. Ular tuzilgan bir qonun qoida yo'q. Ularning tuzgan bir axborot o'lchami bor, undan chiqamiz. Ama şekil jihatdan chiqamiz, mohiyatga uygun. Nima uchun mohiyatga uygun? Chunki G'arbning shu axborotidagi o'lcham talablarning hammasini emas, rost gapni o'tirib qo'ydi. Jamiyatga tinchlik, jamiyatga adolat keldi. Ama erkak qirg'inchilik yuz berayotgan yerdan mustamlik rayonda uchraylish G'arbda o'lcham bo'lish bo'lmaydi. Unisi ahmoqlik bo'ldi. To'g'ri. Shuning uchun qanday qilib ashulaning tilida telefon qilamiz, ashulaning tilida ashula tushunadigan ovozda gap qilamiz, shuni uchurni olamiz, uchurni bulab ochamiz. Ochib dunyoga oshkorlaymiz, undan masala bo'ldi. Bu seksiz bir jang. Bu yerda o'q tegish bo'ldi, yaralanish bo'ldi. Bu o'q tegish yaralanish nima? Seksiz jang. Urug'chilarimiz tutildi. Bu içinişlik tarafı bu. Bununki biz özümüz chatda hozir turyapmiz. Bu jangdanki endi bu axborotchilarning isteksiz jang, bu jangning eng namartabi, eng tarafı jazo bizni kelmaydi, bizdan urug'chilarimiz keldi. Endi biz urug'chilarimizni bilganligimiz uchun, urug'chilarimizning hissiyotini tushunganligimiz uchun bu jihatda bu ishni davomlashtirib ketyapmiz. Chunki yolg'iz bu bizning urug'chilarimizdan emas, butun millatning bir şey kelgan bo'lganligi uchun millatning taqdiri o'zimizning taqdiri bir-biriga chambarchas bog'langan bo'lganligi uchun men bu ishni qilmasammi keltirib urug'chilarimizga bu baloy afat degan o'y bilan qilyapmiz. Shunga buningdagi bu axborotchilikqa agar siyosat vaziyat mushunaqasi kiradigan odamlar shu xatarliga tavakkul qilish kerak. Yolg'iz Turkiyaning boshqa davlatlarning muxbir emas. Bir jangchi bo'ldi, isteksiz bir jangni kirgan. Rahmat Shuhrat aka, qimmat vaqtingizni oldim. Yana bir endi men radio masalasi bo'lg'achqa bugun chiqib qoldik, lekin navoda biroq taqilib qoldigan, inshaalloh taqilib qolmas, lekin ashla xabarni olib qolsak, yana boshqa temalarga sizni ayrim chiqarishni xohlayman. Inshaalloh vaqtingizni yana chiqarasiz. Qarindoshlar, ham beknisini unutib qolmanglar, do'stlarga taqdim qo'yinglar. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. I stole radio.